Maktab stalovoyimizda shunaqangi yumshoq, ustilari yer yong'oqli, juda ham mazali bo'lgan bulochka sotishardi. Qizlar bilan katta tanaffusda tushib, shu bulochka bilan shunaqangi kola olib yerdik. Bunaqa kola olganlarni puli ko'p hisoblanardi o'sha payt. Hozir maslaga o'shani retseptini o'rgatib qo'yaman. Uy sharoitida bemalol shunaqa yumshoqqina bulochka tayyorlaysiz. Iliq sutga fariment dro'jlardan solamiz, ozgina shakar solib, apara holatiga keltiramiz. Aparamiz osh olgandan keyin ustiga shakar, yog', bitta tuxum, pirimilki slivkasidan ozgina solamiz. Ozginadan unni qo'shib, qo'limizga xuddi shunaqa yopishguncha xamir qilib olamiz. Qo'limizga yopishni boshlagandan keyin yana o'simlik yog'i solib, xamirimizga yaxshilab ishlov beramiz. Yumshoqqina xamirimizni oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz birpasda oshib chiqadi. Xuddi shunaqa ko'rib turganingizdek zuvalachalarga bo'lib olamiz va yana birpasgina xona haroratida qoldiramiz. Xona haroratida turgan bulochkalarning ichiga oqib ketmaydigan yaxshi iriska molokodan solamiz. Bulochkamizni tugib olamiz va ustiga tuxum sarig'i surib pishirishga yuboramiz. Shunaqa ham yumshoq, chiroyli bulochkalarimiz tayyor bo'ladi. Sizni ham maktab paytlaringiz esingizga tushib ketdimi? Shunaqa bulochka bilan kola narxi nech pul bo'lardi? Eslagan bo'lsangiz kommentariyada yozib keting.